Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish metodlari va prinsiplari, mashg'ulot maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishning asosiy shakli va 3-rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy tarbiyaviy faoliyatni o'rganish. Ta'limni tashkil etish deganda pedagog va bolaning maxsus tashkil etilgan faoliyati tushuniladi va kun tartibida ma'lum bir vaqtda o'tkaziladi. Ta'lim shakli bolalar soni, pedagog va bolalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir xususiyati, o'tkazish joyi, shuningdek kun tartibida egallagan o'rniga qarab bir-biridan farqlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv faoliyatini tashkil etishning 3 ta asosiy shakli mavjud. Bular individual, keyingisi guruhli va ommaviy, ya'ni frontal. Bolalarning o'quv faoliyatini tashkil etishning individual shakli o'zida bir qancha ijobiy jihatlarni aks ettiradi. O'quv faoliyati mazmuni, uslubi va sur'atini to'la individuallashtirish imkoniyatining mavjudligi hamda aniq bir masalani hal etishda ta'lim oluvchining har bir harakatini kuzatib borishga imkon berish kabilar. Biroq ta'limning individual shakli ayrim kamchiliklarga ham ega. Vaqtning tejamli emasligi, ya'niki bir guruhda 20 nafar bola bo'lsa, pedagog har bir bola uchun 20-25 minutdan vaqt sarflaydi. Demak, pedagog qariyb 6 soat individual o'qitish bilan shug'ullanadi. Pedagog ta'sirining cheklanganligi, ya'ni pedagogning vazifasi bolaga topshiriq berish va uning bajarilishini tekshirishdan iboratligini inobatga olib, boshqa bolalar bilan hamkorlikda ishlash imkoniyatini cheklanganligi. Bu holat ijtimoiylashish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi, jamoada ishlash tajribasining shakllanmasligini ko'rsatadi. Bolalarning o'quv faoliyatini tashkil etishning guruhli shakli mashg'ulotlarni kichik guruhlarda amalga oshirishni talab etadi. Buning uchun guruh 6 nafar boladan oshmagan holda kichik guruhlarga bo'linadi. Kichik guruhlarga birlashtirish bolalarning o'z xohish istaklari, umumiy qiziqishlarini inobatga olgan holda amalga oshirilishi mumkin, biroq ularning o'zlashtirish darajasiga ko'ra guruhlarga ajratish tavsiya etilmaydi. Aksincha, kuchli o'zlashtirish darajasiga ega bolalar bilan pastroq o'zlashtiruvchi bolalardan iborat tarzda guruhni shakllantirish maqsadga. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning o'quv faoliyatini tashkil etishning ommaviy, frontal shakliga ham alohida zaruriyat mavjud. Ommaviy tarzda o'tkaziladigan mashg'ulotlar mazmuni ko'pincha badiiy tavsifga ega faoliyat ko'rinishida amalga oshirilishi mumkin. Masalan, musiqa mashg'ulotlari, sahna ko'rinishlarini namoyish etish, o'yin, sayohatlar, san'at asarlari bilan tanishish va boshqalar shular jumlasiga kiradi. Bunday mashg'ulotlarda aqliy faollikni oshirishga undovchi emotsional ta'sir ko'rsatish yaxshi samara beradi, bolaning o'zini namoyon eta olishiga imkon beradi. Mashg'ulot maktabgacha ta'limda o'qitishning asosiy shakli sanalib, u hamma bolalar uchun majburiydir. Unda dastur mazmuni belgilab berilgan, kun tartibida unga ma'lum o'rin va vaqt ajratilgan. Mashg'ulot tarbiyachi rahbarligida o'tkaziladi. Tarbiyachi mashg'ulotni boshlar ekan, yangi bilimlardan xabardor qiladi. Bolalar egallab olgan bilimlarni esa aniqlab, mustahkamlaydi. Bolalarning amaliy mashg'ulotini tashkil etadi. Didaktik maqsadiga ko'ra mashg'ulotlar quyidagi turlarga bo'linadi. Yangi bilim va ko'nikmalarni hosil qiluvchi mashg'ulotlar, o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlovchi mashg'ulotlar, nazorat mashg'ulotlari va majmuaviy mashg'ulotlar. Yangi bilim va ko'nikmalarni hosil qiluvchi mashg'ulotlarni o'tkazishdan maqsad ularni yangi bilimlardan xabardor qilish, tevarak atrofdagi narsa buyumlar, voqealar to'g'risidagi bilimlarni kengaytirishdir. Bunday mashg'ulotga yangi obyektni kuzatish, hikoya qilish, so'zlab berish va boshqalar kiradi. Mazkur mashg'ulotlar hamma yosh guruhlarida o'tkaziladi. Bolalarning o'zlashtirgan bilimlarini mustahkamlovchi mashg'ulotlardan ko'zlangan asosiy maqsad idrok etilgan narsani anglab olish va umumlashtirishga o'rgatishdir. Buning uchun tanish obyekt kuzatiladi. 2 narsa, xona o'simliklari, daraxtlar, hayvonlar solishtiriladi. Didaktik o'yinlar, suhbatlar o'tkaziladi. Bunday mashg'ulotni o'tkazish orqali tarbiyachi bolalar
nimani yaxshi o'zlashtirib olganu nimani yaxshi o'zlashtirmaganligini bilib oladi. Nazorat mashg'ulotlari bolalarning dastur bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarini tekshirish va aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning faoliyati natijalarini umumlashtirib, xulosalash imkonini beradi. Majmuaviy mashg'ulotlar esa maktabgacha ta'lim tajribasi keng tarqalgan bo'lib, bunday mashg'ulotlarda bolalarga yangi bilim beriladi, egallangan bilimlar mustahkamlanadi va takrorlanadi, tizimga solinadi, olgan bilim va ko'nikmalar amalda qo'llashga o'rgatiladi. Mashg'ulot o'ziga xos tuzilishiga ega bo'lib, har qanday mashg'ulot o'zida 3 ta tarkibiy qismni aks ettiradi. Tashkiliy qism, mashg'ulotning borishi, ya'ni jarayoni va yakuniy qism. Tashkiliy qism bevosita bolalarni mashg'ulotga jalb etish, ularning e'tiborini amalga oshiriladigan faoliyatga qaratish, bajariladigan ishga nisbatan qiziqishini hosil qilish, jo'shqin kayfiyatni yaratish, o'quv vazifalarini ochib berishga yo'naltiriladi. Mashg'ulotning borishida belgilangan o'quv vazifalari bilan bog'liqlikda bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish bilan tugallanadigan bolalarning mustaqil aqliy yoki amaliy faoliyati, mashg'ulotning mazkur bosqichida har bir bolaning rivojlanish darajasi, idrok etish sur'ati, fikrlashning o'ziga xosliklarini bog'liqlikda ta'lim usullari individuallashtiriladi. Bolalarning o'quv faoliyati yuzasidan xulosalar chiqarish va natijalarni baholashni o'zida aks ettiradi. Olingan natijaning sifati, bolalarning yosh va individual xususiyatlari o'quv vazifasining murakkabligiga bog'liq hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, mashg'ulotda ta'lim berish orqali bolalarda maktabdagi o'qishga qiziqish tarbiyalanadi, javobgarlik hissi, o'zini tuta olish, mehnat qilishga intilish odati, topshirilgan ishni bajarish kabi sifatlar hosil qilinadi. Mashg'ulot paytida mustaqil fikr yuritish malakasi tarkib toptiriladi, tarbiyachilarga quloq solish, hikoya qilinayotgan voqeadagi asosiy g'oyalarni ajrata olish, qisqacha umumlashtirish kabi malakalarni rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.